do'stlar. 9 kun oldin bir strategiya ishlab chiqqandim. Yaxshi effekt berganligini ko'rsatmoqchiman. Biz Letpikdan pul chiqardik. Tak, hamma pik saytlarini hammasiga o'tyapti bu strategiya. Tak, mana Letpikdan biz pul chiqardik. Hozir ko'rsataman. Tak, pulni yechib olish. Men yechib olgan vaqtimda sizga video qilib ko'rsata olmadim, to'g'risi. Video yozishga vaqtim yo'q edi. Tak, mana 2025-yil 12-oy 16-chislo kuni chiqargan ekanman pulni. Bugun 17mi? 2 kun oldin chiqargan ekanman. Mana 2 kun oldin chiqargan bo'lsam, tak, videoni chiqargan kunimga 9 kun bo'layotgan bo'lsa, 7 kunda mana 0,52 Litecoin ishlaganman shu strategiya orqali. Tak, 2 kunda meniki balansim yana 0,3 Litecoin bo'ldi. To'xtovsiz o'ynab kelyapman. Endi o'sha strategiyani ishlatganimdan beri 1 kun, 1,5 kun ishlatolmay qoldim. Tak, har kuni ishlatsam yaxshi natijaga erisharkanman. Endi tak, Binance hamyonga chiqarib oldim. To'g'risini aytsam, birinchi FakPayga hamyonimga tushirib, uni Dogiga aylantirib, Dogida kamroq komissiya oladi, o'shaning uchun Dogiga aylantirib, Dogidan Binance'ga tashlab, Binance'dan kartamga tashlab oldim. Tak, endi mana videoni chiqargan kunim, mana YouTube'ga qo'ygan kunimni hisoblaymiz. Antina yaxshi bo'lmayapti. Mana level va balans ko'taramiz 70 marta ko'rilgan ekan. 9 kun oldin qo'yganman bu videoni. Ana endi sizlarga mana shu YouTube kanalimga kirib, mana hamma strategiyalar qo'yib kelganman. Hammasini ko'rib, bemalol ro'yxatdan o'tishni o'rganib, hamma ma'lumot bor bu kanalimda. Tak, turli videomda shunday kirib, mana fikrlar haqida joyiga shunday bossangiz, mana shu yerda saytlarni hamma ro'yxati bor, bemalol bosib kirib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana shu saytlardan hammasini o'zim ro'yxatdan o'tganman. Buni mana qish havosida bekorchi bo'lib uyda yotgan o'rtoqlaringizga tashlab qo'ysangiz, bu strategiyani ko'rsatganman, shu videolarimda ko'rib olsangiz bo'ladi. Level ko'taradi, balansga ham ishlayapti. Levelni ham ko'taryapti. Balansga dahshat ishlayapti, lekin men o'zi bu strategiyani level ko'tarish uchun ishlab chiqqandim, lekin ko'proq balansga ko'proq ishlayapti. Yaxshi-ku, ikkalasiga ham. Shunaqa o'rtoqlar. Endi bir haftada $40 yomon emas bitta saytdan. Binance'da meniki hozir 10 minut bo'ldi ishlaganimga Binance'da. Tak, Binance'ga ham boshladik. Uni natijalari bilan ham tanishib o'tamiz. Har soatda kapchani olamiz.
soqqani qilamiz. Rahmat do'stlar, laykchani ayamangizlar. Mana shu o'yinlarga qiziqqan o'rtoqlaringizga maksimal darajada tarqatib qo'yingizlar.